Assalomu alaykum. Kurtoy bolani qidirish degan tushuncha bor ekan. Xo'p. Bolalarga nimadir sotmoqchisiz, qaysidir rayonda, rayonga borasiz, mahallasiga va ko'chada shu o'ynayotgan boladan so'raysiz. Oranada eng zo'ri kim? Eng kurtoy kim? Bola aytadi. Shu bola. Eng urushqoq va eng zo'ri shu deydi. Va unga borib so'raysiz, sendan ham zo'ri bormi mahallada? Bor, palonchi. Unga borasiz, ha sen zo'r ekansan. Sen-ku mahallada zo'rsan, rayonda kim zo'r? Sendan ham zo'ri bormi desa, yoki qo'shni mahalladagini yoki shu tariqa ketaveradi, eng zo'rga qarab. Eng zo'rini topasiz va sotmoqchi bo'lsangiz, nimadiringizni o'sha eng zo'riga sotasiz. Yoki qanaqadir nimadir fikringiz bo'lsa, shunga o'tkazib ko'rasiz. Shu eng zo'r qabul qilsa, katta ehtimol bilan pastdagi ham hammasi qabul qiladi. Agarda eng zo'rlar bilan kelishmaydigan bo'lsangiz, eng zo'rlar ignor qilsa, ularni e'tiborini jalb qilmasa, liderlarni, qolganlar ham nazarga ilmaydi. Bu ishni shu islom diniga kelganda Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham payg'ambarimiz ham qilganlar. Shu dunyoni eng zo'r 3 tamidi, 2 tamidi forsga jo'natganlarni bilaman, rumga jo'natganlarni bilaman. Eng zo'rlarga, ya'ni podshohlarga jo'natadilar xabarni. Taklif qiladilar. Insonlar kuladi. Sen kim bo'lsan ki bitta shu badaviy bir arab, qul degan ma'noda kulishadi. Uni orasida qabul qilganlar ham bo'ladi. To'g'ri tushunganlar. Ya'ni shunday inson men taklifimni qabul qilmasligi mumkin. Uni yordamchilariga yoki uni xalqiga emas, eng zo'riga, eng kurtoyiga jo'natganlar va bu ishlagan. Va haq bo'lganliklari uchun ham bundan chekinmaganlar va qabul qilmaganlar, keyinchilikka o'zi shu tafqalanadi, yirtilib ketsin deganlar, yirtilib ketgan saltanati. Shu agar sizni mahsulotingiz haqiqatdan ishonsangiz va o'z fikringizga shunchalik yoki o'z g'oyangizga yoki o'z startapingizga shunchalik zo'r ishonadigan bo'lsangiz, eng kurtoylarni topishingiz kerak va ularga o'zingiz taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Boshqachasiga imkon yo'q. Misol uchun fabrika darajasida o'yladigan bo'lsak ham, nimadir yangilik kiritiladigan bo'lsa, buni o'sha eng kurtoylar bilan maslahatlashish kerak. Liniyada bo'ladi, bo'limlarda bo'ladi eng kurtoylari. Yangi kiritmoqchi bo'lsa, o'shalardan boshlash kerak. O'shalarni oldin ko'ndirish kerak, tushuntirish kerak foydasini. Keyin bu xavfsiz, ya'ni meni komfortimga tegmas ekan deydi, qabul qiladi yoki baribir bu o'zgarish bo'lar-ekan, men ketib qolishim mumkin. Menga karyeram muhimmi bu yerdagi yoki o'lchab ko'radi va qabul qiladi yoki qabul qilmaydi, o'ziga bog'liq. Shu tushunganim shu bo'ldi va tushuntirmoqchi bo'lganim shu. Nimadir qilmoqchi bo'lsangiz, qayerdadir va o'zingizga ishonadigan bo'lsangiz, mahsulotingizga ishonadigan bo'lsangiz, eng kurtoylarni topishingiz kerak va ular bilan kelishishga majbursiz. Shu kurtoylarni qidiramiz, ular bilan kelishamiz. Hozirchalikka.